Xayrli kun. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Sog' salomatmisizlar? Bugungi kunlaringiz fayzli, barakatli bo'lsin. Go'zal voqeliklarga boy bo'lsin qizlar. Bu denijniy kunlarimga yangilik qildim. Bu dratsena chirinkalarimni отдельно tuvakchalarga o'tkazdim. Bu denijnilarimni kesib tashladim. Oftob bo'lgan edi bularni. Ko'chaga qo'yganimga. Oftob bo'lganda hozir archan soyasiga tagiga qo'yganman. Mana buni polni kesib tashladim. Chunki oftob bo'lgan, yaxshi o'smagan, juda ham chiroyli emas. Nasib bo'lsa, bir hafta o'ngimga juda ham peshni bo'ladi. Ishonaman bunga. Bu xo'yam bu dekabrist gulim. Bu dekabrist gulimni nima bo'ldi desalaringiz, o'sha xo'ya bilan birga solingan suyuqlik moddasi buni tomirlarini chiritib yuborgan. Tomirlarni kesib tashladim. Men sizlarga ko'rsataman, tepaga qo'yib yuboraman video davomida, montaj davomida tomirlari qanaqa chirigan ko'rasizlar. O'z fikrlaringizni bildirasizlar. Sizlarga podrobni qo'ymadim, nimagaki yana urishib tashlamaylar deb. Kitayskiy rozam tuvakka olgandim. O'sha butonlar yopdi bu ham. Asosiy ko'rsatmoqchi bo'lganim shu edi. Bu yerga hammasini nima qilganman? Olib hozir yerga suqib qo'yaman hammasini. Tashlab yubormayman bularni. Yerga suqib qo'yaman. Yerga ham ko'klab yotadi. Ana bu kabachkani pilla changidan ana qilgan. Juda ham foydali. Xo'yalarga soldim. Bu xo'yaga soldim, dekabristga soldim. Tratsinlarga solib chiqdim, hammasiga soldim. Shu jumladan. Mana bu dekabristga juda ham pochkalar qilib xo'yan tagga chiroyli bo'lgan. Yana bir padagonligimga qo'yilgan xo'ya bor. Uni ham ko'rsataman, juda ham ko'p butonlab, juda ham ko'p gullagan, gullash boshladi. Buni esa paketga solib olib ko'rsataman yana sizlarga. Bu denizlarimizni bargini tozalab olamiz. Shu holatga keltirib suqib chiqamiz. Shunday prosta. Hech qanaqa karnevin, hech qanaqa bir nimalar kerak emas. Prosta kuygan barchasi bor ekan bu yerga. Hech narsa qilmaydi. Mana shu ikkalasini olib tashlaylik. Oldidan suqamiz. Yashil zona hosil bo'ladi har qalay. Ana. Bu juda ham kuygan ekan, ko'ramiz ham. Kattalarini. Juda ham kattalari ko'p. Quyosh sari ko'tariladi bu ham. Hech narsa qilmaydi, mana bunday qilib suqib qo'yamiz. Asosiy yerga kirsa, tuprog'i ildiz olib o'zi ko'tariladi, yana chiroyli holatga keladi. Tuproq bo'lib yotsa, xunuk ko'rinadi-da bu yer.
har qalay zelyonni bo'lib turgani yaxshi. Shunday chiroyli gulcha. Mana oftob olgan berini. Xo'sh, bu tarafga endi. Denizli gul juda ham beor sanaladi. Endi buni shunchaki tashlab yuborishga kesishga. Shunchaki tashlab yuborishga ko'zim qiymadi. Buni хотя бы sherlarga zelyoni bo'lib turadi. Bu yil qishga kimdir olmaydi, baribir bularni qurib ketadi. Xo'sh, mana yana. Agar gul biznes qilsa, bu bilan nechta tuvak gul chiqadi-da, detkachalardan. Bitta guldan nechta gul. Shu tarzda davom etamiz. Oxirida ko'rsataman sizlarga qanaqa natija berganini. Qizlar mana shunaqa holat bo'ldi. Polni bu taraf. Polni bo'ldi. Vijdonim qiynalib turadi. Dekabrist gullarim kesib tashlaganimga. Har qalay endi xotirjam bo'laman. Juda ham chiroyli bo'lib turgan. Shunaqa gaplar. Bu nastursiya gullarni ekkanman, nima? Soyaga bo'lmaydimi deb o'ylab turman yana, chunki bularga ham oftob kerak, quyosh kerak, o'sish kerak, unish kerak. Shunaqa. Hozir bu yoqlarni bir qator supurib olaman.